Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoyimizda milliy shirinligimiz holvaytar tayyorlash jarayoni bilan tanishasiz. Bu shirinlik to'yimli va mazaliligi bilan ajralib turadi. Har doim ro'zg'orda topiladigan mahsulotlardan tayyorlanadi. Ishimizni 180 ml yoki 1,5 cho'mich o'simlik yog'ini qozonga solish bilan boshlaymiz. Qizib turgan yog'ga 1,5 piyola un solib qovuriladi. Tagiga tez olganligi sababli doimiy aralashtirib turish talab etiladi. Yaxshilab qizartirib olgach, shakar solsak bo'ladi. 1,5 piyola shakar solib, qovurish jarayonini yana davom ettirish kerak. Shakarni xohishga ko'ra solsangiz ham bo'ladi. Bu shirinlikda tenga-teng zig'ir yog'idan foydalanish rangini yanada to'qlashtiradi. Tayyor bo'la boshlashi bilan yog'lari ajraladi. Kuydirib yuborsak achchiqroq, xom qoldirsak rangi oqishroq chiqadi. Tayyor bo'lgach 1 litr qaynoq suv qo'yamiz. Birinchi solingan suv albatta qaynoq bo'lishi kerak. Sovuq suv mahsulotni yig'ilib qolishiga sababchi bo'ladi. Qumoq-qumoqlari ketguncha biroz aralashtiramiz. Ustidan yana 2 litr suv qo'yamiz. Endi suvning issiq-sovuqligi ahamiyatsiz. Yarim choy qoshiq tuz solib, pastroq olovda qaynatamiz. Xuddi mana shunday quyuq holga kelguncha. 1 soatdan ortiq qaynatilgan holvaytar suvi deyarli yarmigacha kamayadi. Qolip sifatida duxovka patnisidan foydalandim. Sovuqroq joyga 4-5 soat davomida olib qo'ysangiz juda chiroyli qotadi. Tarelkalarga suzsangiz sizni uzoq kuttirmaydi. Sovutgichda tez orada mana shu ko'rinishga keladi. Fasllar kelinchagi, bahorda nishonlanadigan Navruz dasturxoni uchun bu jonlarimiz bu shirinlikni tayyorlashgan. Hech qanday kimyoviy vositalarsiz ham mana shunday qattiqqina bo'lib chiroyli ko'rinishga keladi. Ana endi uni dasturxonga tortish sizning fantaziyangizga bog'liq. Istalgan ko'rinishda kesing yoki turli qoliplardan foydalaning. Sovishini kutishga sabringiz yetmasa, issiq holida ham iste'mol qilsangiz bo'ladi. Piyolaga solingan shirinlik shunchaki ajralmaydi. Uni biroz muddat qaynoq suvga botirib qo'yamiz. Qimirlatganimizda mana shu ko'rinishga kelguncha, undan keyin ehtiyotkorlik bilan tarelkamizga ag'darib olsak bo'ladi. Kichkintoyimga bu jarayon juda ham qiziq tuyuldi. Shunday qilib, shirinligimiz dasturxonga tortish uchun tayyor. Qishdan toliqib chiqqan organizmga kuch-quvvat bag'ishlash uchun ham ushbu shirinlikni tayyorlab ko'rishni tavsiya etaman. Yaqinlashib kelayotgan Navro'zi olam barchamizga muborak bo'lsin.